Bu suratga qarang. Chap tomonda amaki Vitya. U butun umr zavodda jonini berib ishladi. Qo'shimcha smenalarga qoldi. Dengizga bormadi, chunki dachani bitkazish kerak edi. U doim aytardi, pensiyaga chiqsam, mana shunda yashayman, qayiq olaman, baliq ovlayman deb. O'ng tomonda esa uning yodgorligidagi sana. U pensiyaga chiqqan sanadan atigi yarim yil keyin. Qayiq esa do'konda qolib ketdi. Dacha bitmay qoldi. Amaki Vitya yagona holat emas. Bu statistika. Esingida millionlab odamlar hayotni qoralama rejimida yashaydi. Biz o'ylaymizki, hozircha shunchaki mashq qilyapmiz, chidab turibmiz, yegayapmiz. Haqiqiy hayot esa keyin boshlanadi. Ipotekani yopganimizda, bolalar ulgayganda, hisobimizda dumaloq summa bo'lganda. Lekin yoshligingizda ko'rinmaydigan bitta shafqatsiz nuqta bor. Sizning organizmingiz bank hisobi emas. Unda yoshlikni keyin foydalanish uchun saqlab qo'yish funksiyasi yo'q. Bugun biz zamonaviy davrning eng qo'rqinchli epidemiyasi haqida gaplashamiz. Viruslar haqida emas, balki kechiktirilgan hayot sindromi haqida. Men sizga biologiya va raqamlar bilan isbotlayman. Hozir ishlab, keyin yashayman strategiyasi, erta olimga eltuvchi eng ishonchli yo'l. Nega pensiya dam olishning boshlanishi emas, balki bugun yashashni bilmaganlar uchun qabrgacha bo'lgan oxirgi to'g'ri chiziq. Mening ismim Invest Mushuk. Bu kanalda biz moliya granitini tishlaymiz va muvaffaqiyat murabbiylari jim turadigan stereotiplarni sindiramiz. Keling, rostini aytaylik. Bizga bolaligimizdan bitta ssenariy singdirilgan: bog'cha maktab uchun, maktab universitet uchun, universitet ish topish uchun, ish pensiya uchun. Biz doim burnimiz oldida osilib turgan sabziga qarab yuguramiz. Samadur degan boshliqni chidab yuramiz. Noqulay oyoq kiyimni, kulrang shahardagi hayotni chidab yashaymiz. O'zimizga deymiz, chida, aka, yana 20 yil keyin bo'ladi. Mana shu kechiktirilgan hayot nevrozi. Va bu taqdirdan olinadigan eng qimmat kredit. Uning foizi sizning vaqtingiz. Muammo kelajakni rejalashda emas. Muammo bugungi kunni qadrsizlantirishda. Bu yerda matematika sizga qarshi ishlaydi. Keling, hisoblaylik. Rossiyada erkaklarning o'rtacha umr davomiyligi taxminan 67 yil. Pensiya yoshi 65. Siz 45 yil ishlaysiz va evaziga 2 yil erkinlik olasiz. U ham surunkali kasalliklar bilan hordiq o'rniga poliklinika va televizor bo'lgan paytda. Matematika chiqmayapti. Bu davlat miqyosidagi firibgarlik. Lekin eng dahshatlisi boshda sodir bo'ladi. Nega odamlar pensiyaga chiqqach tez vafot etadi? Bu butun dunyoda ma'lum bo'lgan hodisa. Odam adrenalin va kortizolda yashaydi. U stressda, safarbar holatda bo'ladi. Uning maqsadi bor: juma kunigacha yetish, hisobotni yopish, pensiyaga chiqish. Va mana kuni keladi. Siz erkinmisiz? Budilnik jiringlamaydi va shu payt miya ishdan chiqadi. Dopamin ishlab chiqilmaydi, chunki maqsad yo'q. Yillar davomida siqilgan kortizol prujinasi boshab, yurak-qon tomir tizimiga uriladi. Organizm shunday deb o'ylaydi: vazifa bajarildi, resurs tugadi, ochsa bo'ladi. Infarkt, insult, onkologiya bu tasodif emas. Balki butun umr davom etgan poygadan keyingi keskin to'xtash natijasi. Siz so'raysiz, Mushuk, sen o'zing investitsiya qilishni, jamgarishni, kelajak haqida o'ylashni o'rgatyapsan-ku. Endi hammasini ichib yuborib, bir kunlik yashaymizmi? Yo'q. Men kapitalni boshqarishni o'rgataman, uning quliga aylanishni emas. Ikki xil odam bor. Birinchisi chigirtka. Hammasini nolga sarflaydi, iPhone uchun kredit oladi, qarilikda qashshoq bo'lib qoladi. Bu moliyaviy oz joniga qasd. Ikkinchisi nevrotik chumoli. Hammasidan tejaydi. Shashlikka qurbi yetsa ham doshirak yeydi. Oyoq kiyimi yirtilgan, lekin broker hisobida millionlari bor. U keyin uchun yigadi. Bilasizmi, chumolining fojiasi nimada? Hayot inflyatsiyasi uning jamgarmasini valyuta inflyatsiyasidan tezroq yeb bitiradi. 25 yoshdagi Parijdagi kofe bilan 70 yoshdagi Parijdagi kofe bu ikki xil ichimlik. 25 yoshda siz hostelda uxlab, tun bo'yi sayr qilib, o'zingizni dunyo qiroli his qilishingiz mumkin. 70 yoshda esa sizga ortopedik matras, sug'urta va dorilar kerak bo'ladi. Taassurotlarning yaroqlilik muddati bor. Pul bu energiya. Agar bugun energiya oqimini to'sib qo'ysangiz, botqoqqa aylanasiz. Keling, yo'qotilgan imkoniyatlar raqamlarga qaraylik. Masalan, siz 100 ming rublga ta'tilga bormay, ularni murakkab foiz ostida investitsiya qildingiz. 20 yildan keyin bu million bo'ladi. Zo'r to'g'rimi? Lekin 20 yildan keyin bu million sizga bugun, yosh va sog'lom paytingizda oladigan his-tuyg'ularni bermaydi. Siz unga dori yoki yaxshiroq palata sotib olasiz. Balans mana unutib qo'yiladigan asosiy so'z. Fayr, erta pensiya harakati muxlislari aynan shuni unutadi. Sizning vazifangiz olim oldidan tog'dek pul yigish emas.
Sizning vazifangiz resurslarni shunday taqsimlashki, hayot sifati butun yo'l davomida yuqori bo'lsin. Nima qilish kerak? Proshivkani almashtirish. Birinchidan, mini pensiya tushunchasini kiriting. 65 yoshni kutmang. Ta'til oling. Faoliyatingizni o'zgartiring. Bugun yashang. Agar gitarada chalishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, pensiyani kutmang. Bugun gitara oling. Byudjetga 5% zarba bersa ham. Ikkinchidan, xotiralarga investitsiya qiling. Memory dividends. Bill Perkins Debit Zero degan zo'r kitob yozgan. U shunday deydi, xotiralar ham aksiyalar kabi dividend keltiradi. Do'stlar bilan bo'lgan zo'r sayohat haqidagi xotiralar sizni 10, 20, 30 yil istadi. Bu qadrsizlanmaydigan aktiv. Qanchalik erta tajriba olsangiz, u shunchalik uzoq vaqt davomida hissiy dividend to'laydi. Uchinchidan, kutiluvchi bo'lishni bas qiling. Olsam, chiroyli ko'ylak olaman. Mukofot berishsa, restoranga boramiz. Bolalar ulgaysa, sayohat qilamiz. Bu yolg'on. Ertaga kelmasligi mumkin. Gish tushadi, Trump, pandemiya, inqiroz. Sizda bor yagona narsa bugun. Moliyaviy savodxonlik bu oltin tola xaltaning ustida o'tirib, qotgan non yeyish emas. Bu puldan shunday foydalanishki, bugun hayotingiz yorqin bo'lsin va kelajakda o'zingizni sug'urtalab qo'ying. Qabristonga qarang. U yerda eng boy odamlar yotibdi. Ularning amalga oshmagan orzulari, yozilmagan kitoblari, ko'rilmagan mamlakatlari va endi merosxo'rlar talashayotgan millionlari qolgan. Amaki Vitye kabi bo'lmang. Hayotni uzoq sandiqqa solib qo'ymang. Sandiq yog'ochdan bo'lib, qopqoqli chiqib qolishi mumkin. Investitsiya qilishni o'rganing. Pul topishni o'rganing, lekin eng muhimi, vaqtingiz va pulingizni ko'zingizni yondiradigan narsalarga sarflashni o'rganing. Mening Telegram kanalimda men bu balansni qanday topishim, energiya olish uchun pulni qanday sarflashim va kapital poygasida aqldan ozmaslik haqida yozaman. U yerda pul psixologiyasini qattiq tahlil qilaman va YouTube'ga chiqmaydigan fikrlarimni bo'lishaman. Havola tavsifda. Agar sizga hayotingiz qadrli bo'lsa, faqat ekrandagi raqamlar emas, kiring. Va oxirida sizga javob berish qo'rqinchli bo'lgan savol. Izohlarda bir narsani yozing. Siz bir necha yildan beri orzu qilib, keyinga qoldirib kelayotgan narsa nima? Parashyut bilan sakrashmi, o'sha mototsiklni olishmi, boshliqni jo'natishmi? Keling, izohlarda kutuvchilar ro'yxatini tuzaylik. Qanchamiz qoralamada yashayotganimizni ko'raylik. Hikoyalaringizni ayting. Jim turmang. O'zingizga tan oling. Bugun yashang, do'stlar. Kalkulyatorni esa biz hali ulguramiz. Siz bilan Invest Mushuk edi. Ko'rishamiz.